Hürmetli vatandaş, leksiyalarımızı devamlaştırımız. Bugünkü ıslahı 2020 yıl 11. ayının 30. günü yukarı leksiyimizin devamı hürmetli vatandaş. General Pil'in asli bizden Uygur tilimizdeki kesip almaştı degендek bir gep bilen. Hesaplaganda hazır nöbet armiya işçideki general emas vatandaş. Aynı vaqtda bunun da 3 yıl burun sabık mesela Aksaray'da işlеген vaqtida devlet bexatarligidan sabık amaldari bo'lgan, maslahat amaldari bo'lgan. Yuqorqi leksiyani davomi bu qatimqi cho'ng saylamda Demokratlar Partiyasi saylovchilarning yetarli qo'llashiga erishalmaganlikdan pochta orqali saylam bileti yo'llashni o'ttirg'i qo'ydi. Smartmatic, Yumtal va Dominion sistemidan foydalanib saylam biletini o'g'irladi. Siyosiy o'zgarish davomlashyapti. Mike Pence bir qadam ilgarilab yana mundaq dedi. Jungo Kompartiyasi bu siyosiy o'zgarishni qo'lladi. Bizning ko'rganlarimiz shu bo'ldiki, o'tgan 20 yilda kommunizm Jungoning siyosatida uzil-kesil o'zgarish bo'ldi. Kommunizm Jungosi planni tezlashtirib, Jungoni yer sharida birdan-bir darajadan tashqari davlatga aylantirmoqchi bo'ldi. Kommunizm Jungosi, yani Jungo Kompartiyasi planni icra qilishini tezlashtirib, Jungoni yer sharida birdan-bir darajadan tashqari davlatga aylantirmoqchi bo'ldi. General Mike Pence mundaq ko'rsatdi. Men shunga ishonamanki, 2016-yili ularga, ya'ni Jungo Kompartiyasi kerak bo'lgan nomzod Amerikada siyosiy sahnaga chiqolmagandan keyin Amerikada ideologiyalik siyosat yo'nalishi ularning, ya'ni Jungo Kompartiyasining kutganidek bo'lmagandan keyin ular Jungo Kompartiyasi, ya'ni Jungo Kompartiyasi 2016-yildagidek ahvolni takrorlag'ili bo'lmaydi. 2016-yildagidek ahvolni takrorlag'ili bo'lmaydiganligini his qildi. Mike Pence mundaq ko'rsatdi. 2020-yillik cho'ng saylamda ishlatilgan chet el yumtal sistemasi chet elning Amerikadagi cho'ng saylamga aralashishini keltirib chiqardi. Lekin Amerikaning har qaysi joylarida bir necha yuzlagan vatanparvarlar ko'krak kerib o'tirg'i chiqib, Rudy Giuliani va Lin Wood qatorliq advokatlarga o'xshash boturlar faktlarni dalillashga o'tganda, men ishonamanki, vaziyatda o'zgarish bo'ldi. Navbatda Donald Trump gruppasi tavrinib turgan shtatlarda ko'p turlik arz qilishni yo'lga qo'ydi. Mike Pence mundaq ko'rsatdi. Prezident Trumpning mag'lubiyatni g'alabaga aylantirish vaziyati oshkorlanishga boshladi. Men ishonamanki, eng oxirida biz uning Prezident Trumpning zo'r ustunlik bilan g'alaba qiladiganligini ko'ramiz. O kelar yili 1-oyda yana vazifaga o'tirdi. Prezident Trump haftaning 3-kuni, yani 11-ayning 25-kuni Twitter orqali mundaq e'lon qildi. Davlat bexatarligining sobiq maslahatchisi Mike Pence'ni kechirim qildim. Mike Pence Prezident Trumpning birinchi qatim tayinlagan davlat bexatarligi maslahatchisi edi. Demokratlar Partiyasi uningga qarta uning Rossiya parastligini to'p-to'g'ri 3 yildan ortiq tekshirdi. Prezident Trump kechirim qilingandan keyin Mike Pence qonunning va adliyaning har shikoyatlaridan qutulib chiqdi. Mike Pence'ning oliy jamiyati darhol bir parcha bayonot e'lon qilib, biz Prezident Trumpga abadiy rahmat aytamiz.
O bizni korkunçluk bir hatalıktan halas kıldı. Mahbelin erkinlikki eriştiydi de. Bayanatı mındak değildi. Amerika ve bütün dünya kulak selenler. Zorvallık bizni aldır almaydı. Maska bizni skut kılışka mecburlay almaydı. Tehdit bizni tosap kalalmaydı. Yavuzluk adaletini besep gitelmeydi. Biz, Amerikalık biz.